Demek template'lar bilan ishlashni o'rgatamiz. Template'lar ishladi. Qarab ko'ramiz. Faqat stillar yo'q. Stillar qo'shishimiz kerak. Static fayllar qo'shmadik. O'shani qo'shishimiz kerak. Bu template ishlashligi uchun yana bitta narsa qo'shib ketdim bu yerda. Settings ichida templates ro'yxatiga dirs degan joyga space join basedirga template qo'shib ketdim. Template papkasini qo'shib ketdim. Shu bilan ishladi. Endi nima qilamiz? Static fayllarni ishlatishimiz kerak. Static fayllarni bu yerga static degan papkaga joylaymiz. Static papkaga joylaymiz. Men bor tayyorlab qo'ygan. Template'ni olamiz. Tayyor template bor menda. O'sha template'ni ichida style css'lar bo'lishi kerak. Demak, qayerda edi? Hozir topaman. Topib. Demak, mana static fayllarni joylab qo'ydim. Stillar bilan JavaScriptni joylab qo'ydim. Endi ishlashi kerak endi bu yerda. Demak, ishlamadi. Nimaga ishlamadi? Head ulagan joyimizda style css mana bu yerdan to'g'rilab ketishimiz kerak. Boshida nima qilaman? Load yuklashimiz kerak. Load css qilishim kerakman. Load static qilishim kerak. Load static deyman. Load static endi bu yerda demak, mana ko'rsatib turibdi. Mana shuni olaman mana. Curly brackets foiz belgisi static style css yoqildi. Xuddi shunday JavaScriptni ham yoqib ketishimiz kerak, qo'shib ketishimiz kerak. Static stillar yoqildi. Hamma joy ishlayapti. Nima qilamiz endi biz admin paneliga o'tib turib 4tami 5tami mahsulot qo'shamiz. Qanaqa qilamiz? Qanaqa qo'shiladi? Admin panel deganga admin panelga o'tamiz. Admin deb yozaman. Hozircha bu yerda ko'rib turgan narsalarimiz HTML da chiqarib turibdi. Rostdan mahsulot emas. Databasedan olinayotgan mahsulot emas bular. Hammasi static fayllar HTML da qilingan. Databasedan mahsulot olish uchun birinchi uni qo'shishimiz kerak. Admin panelga o'tamiz. Admin deb yozaman. Endi ikkita kategoriya qo'shib ketaman. Hozir saytni ko'raman, qanaqa kategoriya borligini ko'rib ketamiz. Products deyman. Xo'p, ichimliklar, shirinliklar degan ikkita kategoriya qo'shib ketaman. Ichimliklar va shirinliklar. Ichimliklar saqlash. Yana bitta kategoriya qo'shaman. Shirinliklar. Endi 4ta mahsulot qo'shaman. Mahsulot qo'shish bosaman. Tugmasini kategoriyani tanlab ketaman. Ichimliklar nomini hozir videoni pauzaga qo'yib turib 4ta mahsulot qo'shaman. Demak, mahsulotlar qo'shildi. 1 2 3 4 5 6 ta mahsulot qo'shdim. Endi shularni nima qilish kerak? Template'da chiqarishimiz kerak bu yerda. Template'da chiqarish uchun demak, base template'ni olamanda men buni header bilan demak footer qoladi. Faqat mainni olib tashlayman. Olib tashladim. Buni biz qilamiz base template bo'ladi bu. Base template'da load static
Demak, load static va load static qilamiz. Demak, static style CSS ni ulab chiqamiz. JavaScript bilan CSS ulandi. Endi bu yerga yozamiz block content. Block content shu ikkita orasiga content tushadi bu yerga. Bu content qayerdan tushadi? Bu yerda extend qilamiz. Endi bu yerda biz faqatgina qoldiramiz. Footerni ham olib tashlaymiz. Faqat content qoldiramiz. Content qoldiramiz. Headerni ham olib tashlaymiz. Main qoladi faqatgina. Main qoladi. Main ichida kategoriyalar. Bitta tovar qoldiraman. Tovar mahsulot kartochkasini bittasini qoldiramanda for sikl bilan hammasini chiqaramiz. Hamma mahsulotlarni endi databasedan chiqarishimiz kerak. Template'ga bizda kelyapti kontekst orqali product list funksiyasi view orqali mana view yozganmiz bu yerda. Mana viewda product listga kelyapti kontekstda nima bor? Produktlar bor va kategoriya. Hozir produktni chiqaramiz faqatgina. For bilan for products deyman and for deyman bu yerga. And for bu yerga nima yozaman? Demak, narxini product price, product category, product name yoziladi. Product name savatga qo'shish tugmasi bu yerda. Yangilayman template'ni. Template'ni yangilagandan keyin server ishga tushirmoqman. Python manage run server qilamiz. 89 yangilab boramiz. Negadir static fayllar extend qilish esimdan chiqdi mana. Bu yerda base'dan extend qilishim kerak. Extend block content and block yozildi. Yangilab boramiz. Endi bu hammasi nimadan kelyapti? Database'dan chiqyapti hammasi. Database'dan chiqdi. Keyingi qiladigan ishimiz hozir bu yerga hamma kategoriyalarni chiqarib ketsa bo'ladi. Kategoriyalarni chiqarib ketamiz bu yerga. Bu yerda mana bittasini qoldiraman hozir. Bittasini qoldiraman. Xuddi mahsulot chiqarganda kategoriyani chiqarib ketamiz. For bilan for categories bu ham bizda kelyapti. Nimadan? Viewda kelyapti bizda. O'zi bizda nechta kategoriya bor? Demak, ikkita kategoriya bor ekan. Bizda hozir ikkita kategoriya chiqqan bo'lishi kerak. Mana ichimliklar va shirinliklar ikkita kategoriya chiqdi. Katta harfdan boshlanadigan qilamiz. Title. Bunda ikkita kategoriya chiqardik. Endi davom ettiramiz. Yana nima chiqarsak bo'ladi? Demak, kategoriyasini chiqardik. For bilan chiqardik. Endi product category, product name. Yana bitta narsa qolib ketgan. Bu yerda bizda rasm yo'q. Rasmni chiqarib ketishimiz kerak. Rasmi bu yerda span orqali chiqyapti. Mana shuni o'zgartiramiz bu yerga. Demak, span o'rniga men qilaman image qilaman. Image wrap qilamanda ichiga image. Yo'q, bunaqa emas. Image wrap yana bitta narsa qo'shib ketish kerak. Agar if deyman, nimaga? If rasm bo'lmasligi mumkin. Agar rasm bo'lsa, product image bo'lsa, chiqaramiz, bo'lmasa chiqarmaymiz.
Bo'lmasa chiqarmaymiz, просто rasmni chiqarmay qo'yamiz. Else kerak emas. Image URL. Yozib oldik. Endi bitta tekshirib ko'ramiz. Rasmlari menimcha yuklamadim rasmlarni hozir. Mahsulotlar. Rasmlari yo'q bu yerda. Rasm chiqmaydi bizda hozir. Rasmsiz. Hozir rasmlarni yuklab ketaman. Rasmlarni qo'yib chiqdim. Yangilab boramiz. Qaranglar, ko'rindi rasmlar, lekin bitta muammo bor. Cho'zilib ketdi. Shunaqa bo'lmasligi uchun bitta stil qo'shib ketamiz. Yana bitta asalga qo'shmoqqa rasm. Mana shu stil qo'shib ketaman hozir. Inspect element qilamanda. Inspect element qilib turib, image ga berib ketamiz. Bunaqa stil beramiz. Demak, stillarni to'g'irladim. Bunaqa stillar qo'shildi. Image bilan image wrapga, image. Demak, mahsulotlarni chiqarib oldik. Endi keyingi qadamga o'tamiz. Demak, keyingi qadam bizda product detail ga bosilganda product detail ochilishi kerak. Product detail HTML ochamiz. Buni qanday qilamiz? Birinchi o'rinda URLs birinchi view yaratamiz. View yaratilganimizda product detail ga view yaratilgan detail HTML yaratishimiz kerak. Demak, buni qayerdan olamiz? Bu yerda shablon bor. Shablonim bor menda, tayyor shablon. Product detail olaman, copy qilaman. Copy qilamanda o'zimni loyihamni papkasiga template ichida product ochib, ichiga solamiz. Nomini o'zgartiraman. Nomini detail qilaman. Product detail qilishim kerak. Nimagaki detail ochiladi. Xuddi shunday listga o'xshab nima qilishim kerak? Base bilan vorslik olish kerak. Headerda olamiz, o'chiramiz headerda. Kerak emas, bu yerga buni qo'yamiz. Va footerda o'chiramiz. Footerda o'chiramiz. Demak, bu footer bu yerda tugaydi footer. Bu detail page. End block yozib ketish esdan chiqmasin. Agar endi ochadigan bo'lsak, product detail degan URL kerak ekan bizga. Product detail URL ochamiz. Product detail URL-ni. Demak, product detail URL bizdan bu yerda yozilgan, shuni olamiz bu yerda. Boshida shablonlar degan joyda mana kategoriya va product detail buni olamiz. Slack bo'yicha ochiladi product detail. Buni olamiz. Ikkalasini ham copy qilib qo'yamiz. Turamizda URL products URLs ochamiz. Mana products URLs ochamiz. Keyin shu yerga qo'yamiz. Endi bu yerda nima bor? Virgul qolib ketdi. Endi product detail ochilish kerak. Bitta narsani o'zgartiramiz. List ichida URL degan joy mana. Product detail URL degan joyda o'zgartiramiz. Product detail URL o'zgartiramiz.